so'rayman. Rahmatingga meni muyassar qilgin deb duo qilib so'raganlarida Alloh subhanahu va taolo aytgan ekanki, ey Muso, meni rahmatimga muyassar bo'lishlik liman yarhamul miskin laylatul qadr. Qadr kechalarida miskin beva bechoralarni holidan xabar olib, ularning duosini olgan insonlarga meni rahmatim bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo hazratimiz va akulu min samaratiha. Parvardigor, men jannatingni kirishlikni so'rayman va jannatda daraxtlarni soyasida soyalanib, u jannat daraxtlarida bo'lgan mevalardan yeyishlikni xohlayman degan ekanlar. Bog'ga kirib, bog'da salqinlab, u yerdagi pishgan mevani yeyishlik bu hayot mobaynida ham qandaydir odamga bir zavq beradi. Ayniqsa uni kim qadriga yetadi desa, bog'bon qadriga yetadi. Daraxtini ekib, mevasi hosilga kirsa, kirib turib o'sha mevasidan uzib yegan bo'lsa, o'sha daraxtni o'sha vaqtga yetkazib, qancha mehnat qiyinchilik ko'rgan, bir dona mevasidan yeganda bari qiyinchilik esdan chiqib ketadi. Xuddi shuni singari birodarlar, jannatga kirib, jannatdagi daraxtlarning soyasida soyalanib, u yerdagi mevalardan yeyishlik insonni bandani hayoti mobaynida sinov uchun kelgan qandaydir bir mashaqqatli bir holatlari, Alloh uchun qilgan xayrli amallari bari unutilib, Xudoga shukr deb Alloh taologa shukronada bo'ladi. Mana shu holat kimga nasib qiladi desa, bu Qadr kechasida tasbih aytgan, ya'ni subhanalloh deb Alloh taologa tasbih aytgan, Allohning zikrida bo'lgan insonga Alloh taolo ushbu holatni nasib qiladi degan ekan. Ibodatdan toliqib o'tirib tasbihimizni olib, Xudoning zikrini qilib, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deb tasbihlarda aytayotganimizda his qilib o'tiraylikki, inshaalloh mana shu qilinayotgan zikri ibodatlarning evaziga Alloh taolo menga ham jannatda daraxtlarida soyasida soyalanishlik, jannat nozi ne'matlardan yeyishga Alloh xohlasa nasib qiladi degan umidda bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh Alloh taolo o'sha holatni nasib qiladi. Yana Hazrati Muso alayhissalom so'radiki, Parvardigor, men do'zaxingdan najot topishni xohlayman. Meni tanamni do'zax o'tida kuydirmagin deganlarida Alloh subhanahu va taolo aytgan ekanlarki, "Zalika liman istagfaralloh laylatul qadr." Do'zax o'tida kuymayman degan odam Qadr kechasida istig'forni ko'proq aytsin degan ekanlar. Astagfirulloh, astagfirulloh deb istig'for aytishlik mobaynida hayotimizda qilib o'tib qo'yilgan, bilib bilmasdan qilingan gunohlarimizni esga olib, qalban pushaymon qilib, Parvardigor menga mana shu gunohlarni qaytarib bo'lmasin, men bu gunohlarni qaytarib qilmayin degan holatda istig'forlarda aytiladigan bo'lsa, inshaalloh Alloh taolo bilan bizni tanamizni ham otashga, do'zaxga harom qilar ekan. Istig'for aytib, Xudoning zikrini qilishlik qachongacha desa, ila salom, tong otgungacha degan ekanlar. Subhi kelgungacha shu holat bilan, zikri ibodat bilan kechani o'tkazsa degan ekanlar. Hazrati Muso alayhissalom so'radiki, Ilohi uridu ridoka, Parvardigor, men seni rozichiligingni xohlayman, mendan rozi bo'lishligingni xohlayman. Alloh bandasidan qachon rozi bo'ladi desa, banda bandaligini isbotlasa,
inson bo'lib yaralganligini qilishligi lozim bo'lgan vazifasini, ya'ni ibodatini, Allohning oldida qiladigan qulchiligini tamomiga yetkazgan bo'lsa, Alloh taolo bu bandasidan rozi bo'lar ekan. Hazrati Muso alayhissalom, Parvardigor, men sendan rozichiligingni so'rayman, mendan rozi bo'lgin Parvardigor deganlarida Alloh subhanahu va taolo aytgan ekanlarki, Ridoi liman salla rak'atayn laylatul qadr. Meni rozichiligim shu qadr kechasida loaqal 2 rakat namoz bo'lsa ham bir muhabbat bilan 2 rakat namozni o'qib turib, mendan sidqi dildan duo qilib, mendan shu gunohlarini kechishligini so'rab, mendan rozichiligini so'raydigan bo'lsa, albatta u bandamdan rozi bo'laman deb Alloh subhanahu va taolo Hazrati Muso alayhissalomga marhamat qilgan ekan. Parvardigor ilohim nomini unutmasin. Hozirda tepada aytib o'tilgan holatlar qilishligimiz lozim bo'lgan amallar bitta. Xayriyat ehsonlar qilishlik, sadaqotlar berishlik, istig'forni ko'proq aytishlik, tasbihlarni aytishlik, namoz o'qib Alloh taolodan duo qilinadigan bo'lsa, albatta Alloh taolo har bir bandaga bu kechani fazilatlaridan ato qiladi. Kechani fazilati nima edi desa, kechani fazilati inson bu dunyoyu oxiratda saodatga erishib olishligidir. Ilohim hammamizga shu holatni o'zi nasib qilgan bo'lsin. Boshqa domlalar kiosini nima qilyapmiz? Keyin yo'lni sharh boshlaymiz. غائبة الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين خير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمل عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم سران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبوه عبد الله. Mübarek gecelerde kılınırken hayriyat amellerimiz. Bandamız, kamçilik, nüksonlarımız var. Parvardigar özün mehriban rahminiz olsa, gecelik özün dergahında kabul kılın. Bir yerde fariyeler tamamen yeryüzünün bu 60 tane Kur'an. Bir yerde okulingan Musabir, okulingan Mavlud-i Şeriflerimiz özün dergahında kabul kılın. Parvardigar hasıl bo'lgan savoblarni Qur'oni Karimda nozil bo'lishiga sababchi bo'lgan zot qiyomat kunidagi shafoat go'yimiz bo'lmish, ikki dunyoni sarvari hisoblanmish muborak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Parvardigar o zotga hurmat qilib tanlading. Parvardigar oxir zamon ummati uchun beriladigan maqom martabalarni ilohim hammamizga nasib qilgin. Har nafasimizda, hamma holatlarimizda, har bir qilayotgan amallarimiz bilan Janobi Payg'ambarimiz alayhissalomni yo'qlab turishlikni Xudo hammamizga nasib qilgin. Salovat-i sharifalarimizni qabul qilib, doim Payg'ambarimiz alayhissalomning muborak ruhlari bizlar tomonimizdan shod bo'lib turishligini nasib qilgin. Aytilingan salovat-i sharifalar jannat yo'lini topishlikka sabab bo'ladigan bo'lsa, hayotimizda jannat yo'lidan bizning adashtirmagin Parvardigor.
ahli jannatlarga loyiq amal bilan hayot kechirishlikni ilohimiz nasib qilgin. Amin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan zamondosh bo'lgan, mol jonlarini bu dini islomni rivoji uchun sarflagan jamiki ashabi ikromlar, azvoj mutahharat onalarimizni ruhlariga bag'ishladik. Parvardigor ularni ruhlarini bizlar tomonidan shod qilgin. Payg'ambarimiz alayhissalom tufaylilardan o'tgan yana jamiki tabiat tobiinlar, mazhab boshliqlarimiz bizlarni shunaqangi bir musulmon bo'lishligimizga sababchi bo'lgan, ta'limotlarni berib o'tgan ustozlarimiz, Qur'on ta'limotida o'tgan xolidalarimizni ruhlariga bag'ishladik. Parvardigor bo'lolmay o'tib ketgan ulug'larni qiyomatda yuzlarini ko'rishlikni Xudo bizlarga nasib qilgin. Hayotda ko'rib xizmatlarini qilmagan ulug'larimizni ruhlarini bizlar tomonimizdan shod qilib, o'tgan ulug'larimizni bizlardan o'zing rozi qilgin. Ularni rizoliklarini, sharofatlari bilan bizlarning hidoyatingga o'zing adashtirmagin. Bizlarni dunyoga kelishligimizga sababchi bo'lib o'tgan ota-ona, avlodi jannat, obodada katta buvalarimiz doim ularga ruhlarini shod qilgin. Parvardigor qabrlarini qilingan hatmi Qur'onlar bilan doim obod, munavvar bo'lib turishligini ilohim nasib qilgin. Amin. Hayotda bor ota-onalarimiz umrlarini ziyoda qilgin. Nasihatchiliklarini bardavom qilgin. Bizlarni hamlarimizda qilinayotgan duoyi xayrlarini doim mustajob qilgin. Ularni duolarini, sharofatlari bilan bizlarga uzoq umr nasib qilgin. Haloldan rizq bergin, berilgan rizqini shukrini ado qiladigan shokir bandalardan bo'lishlikni nasib qilgin. Parvardigor o'zingni umringni mobaynida berilgan umr mobaynida o'zingni tanib, doim o'zingni ibodating bilan, o'zingni zikring bilan mashg'ul bo'lib hayot kechirishni Xudoyim hammamizga nasib qilgin. Qalbimizdan ishqi ibodat, muhabbati doim Parvardigor bo'lishligini nasib qilgin. Beibodat, betavfiqlikdan Xudoyim o'zing saqlagin. Parvardigor bizlar uchun bebaho bo'lgan avlod, zurriyot, bola chaqalarimizni Xudo umrlarini ziyoda qilgin. Ularni ham hidoyatingga o'zing adashtirmagin. Ota-onasiga, el-yurtga, dinga xizmat qiladigan solih farzandlardan bo'lishligini ilohim nasib qilgin. Avlodlarimizdan ahli ilm, ahli ibodat, ahli Qur'onlar doim chiqib turishligini ilohim nasib qilgin. Farzand umrida yurganlar bor, Parvardigor o'zing noming qilmagin. Dunyoga keladigan farzandlarni ham aqlli, xushlik qilgin, tanisoqligini qilgin. Xizmat shikast baloyi ofatlardan Xudoyim o'zing saqlagin. Oila qurishlik umrida yurganlar bor, Parvardigor o'zing salohiyatli, baxtli oilalardan Xudo hammalariga ilohim nasib qilgin. Har bir hollarimizni, xonadonlarimizni o'zing obod qilgin. Xilma-xil o't balosi, sel balosi, zilzila balolaridan Xudoyim o'zing saqlagin. Parvardigor, safarda yurgan musofirlarimiz bor, o'zingga omonat qildik. Doim o'zing himoyatingda saqla. Muborak umra ibodatida yurganlar bugungi kunda o'zingni baytingda yig'lab o'zingga iltijo qilishyapti. Parvardigor, ularni ham duolarini ijobat qilgin. Bu el yurtimiz bizlarni haqqimizda qilayotgan duolarini ijobat qilib, ularni samarasi, manfaati, foydasi bilan Xudo hammalarimizni o'zing nafratlantirgin. Butun dunyoda tinchligini o'zing saqlagin. Parvardigor, ularni qatorida bu Qirg'iziston yurtimizni ham doim o'zing fayzli qilgin. Parvardigor, el yurt orasidagi ittifoqchilikni Xudo o'zing bardavom qilgin. Qiladigan dehqonchiliklarimizga o'zing baraka, xayr ato qilgin. Bu yog'ayotgan yomg'irlarimizni obi rahmat bo'lishligini Xudoyim o'zing nasib qilgin. Parvardigor, birodarlar, bu ibodatimizdagi xotirjamlik ba'zi solih uydagi ota qancha bolalariga g'amxo'r bo'lsa, oilada tinchlik bo'lganini singari, bizni ustimizda turgan rahbarlar,
prezidentdan tortib to har bir ayrim hükümet bo'lsin, bu gubernatorlar bo'lsin, bu din xodimlari, muftiyat hammalari Xudoning o'zining salomatligi, hammalari el yurtda xizmatida turishdi, yuzlarini yorug'ligi, ularda omadli bo'lishligi, el yurtda omadi Parvardigor ularga doim omadini bergin, yuzlarini yorug' qilib, bu el yurt uchun qilayotgan ishlarda doim rivoyat ado qilgin Parvardigor. Amin. Parvardigor, bemorlar bor ekan, o'zing shifoyi karam ato qilgin. Mushkul bolalar bor ekan, Parvardigor, mushkulotlarni o'zing oson qilgin. Qarzdorlar bor ekan, Parvardigor, o'zing najot ato qilgin. Qilingan xatmi Qur'onlar, o'qilingan mavlud-i shariflar, ular bari duolarda ijobat bo'lishlikka sabab bo'ladigan amallar bo'lgan. Bu amallarda qilishligimizdan maqsad duoyimiz ijobat bo'lsin. Umidida turib biz noumid qilmagin, o'zing duolarimizni ijobat qilgin. Parvardigor, bu yerda bir qancha yillarda muqaddam eski masjidlarda ibodat qilib o'tgan hojdalarimiz, ustozlarimiz o'tgan. Bu yaqin o'rtalarda o'tib ketgan yaqinlarimiz, qadrdonlarimiz bo'ldi. Xudoyim hammalarini o'zing oxiratlarini obod qilgin. Ular hayot bo'lib, bu holatni ko'rib qanchalik quvonishgan bo'lsa, ruhlarini bundan ming chandon urug' qilib holatida xursand qilgin. Adamlar kirişmektedir, çağ vermektedir. Yugur toktak.